Energiya tejamkorligi va barqarorligi bugungi sanoatning muhim bir masalalaridan biri hisoblanadi. Shu maqsadda O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyatida BES tizimi o'rnatilmoqda. BES bu Battery Energy Storage System, ya'ni batareyali energiya saqlash tizimi. Bugungi lavhamizda ushbu jarayonlarning dastlabki bosqichi bilan tanishamiz. Qani ketdik. Dastlab loyihaning o'zi haqida qisqacha. Bu energetik barqarorlik sari qadam bo'lib, eng avvalo elektr ta'minotidagi barqarorlikni ta'minlaydi va qo'shimcha quvvat manbaini yaratadi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati bugungi kunda tizim korxonalarida tabaqalashtirilgan tarifda elektr energiyasini iste'mol qiladi. Ya'ni tungi soat 00 dan 6:00 ga qadar 1 kW elektr energiyasi uchun 670 so'm, kunning tig'iz vaqtlarida, ya'ni ertalab soat 6:00 dan 9:00 ga qadar va kechki 17:00 dan 22:00 ga qadar 1,5 ming so'm va boshqa vaqtlarda esa 1000 so'mdan elektr energiyasini sotib oladi. Bu yangi zamonaviy tizimning joriy qilinish natijasida esa aynan arzon vaqtlarda elektr energiyasi tizimga to'planadi va kunning tig'iz paytlarida iste'molga qayta uzatiladi. Energiya samaradorligiga erishish bo'yicha O'zbekneftgaz AJ da chuqur izlanishlar amalga oshirilib borilmoqda. Yangi loyihalar ustida o'rganishlar olib borildi va shulardan bittasi hozirgi kunda tizimning 6 ta korxonasida energiyani akkumulyator batareyalarga saqlash tizimi joriy qilinmoqda. Umumiy quvvati 98 megawattni tashkil etadi. Bu tizim bizga nima beradi? Bu tizim o'sha korxonalarda elektr energiya ta'minotini yaxshilashga yordam beradi va hozirgacha kunda O'zbekneftgaz AJ tizim korxonalari elektr energiya iste'moli uchun to'lovni tabaqalashgan tarifga amalga oshiradi. Bu degani biz o'sha tarifda eng arzon paytida akkumulyatorlarimizni zaryadlaymiz va tarifda eng qimmat paytida qaytarib yana tarmoqqa uzatamiz. Bu anchagina yaxshi iqtisodiy samara olib keladi. Bu tizim hozirda o'sha Xitoyning Huawei kompaniyasi tomonidan yetkazib berilmoqda. Bu o'sha sutkaning tig'iz paytida elektr energiyani qaytarib biza tarmoqqa uzatishimiz o'sha tarmoqdagi yuklanishni ham kamaytirishga yordam beradi. Bugungi kunda loyiha O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati tarkibidagi Muborak, Sho'rtan, Ustyurt neft va gaz qazib chiqarish boshqarmalari, Muborak gazni qayta ishlash zavodi, Sho'rtan gaz kimyo majmuasi hamda Buxoro neftni qayta ishlash zavodlarida muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Hozir Sho'rtan neftigaz qazib chiqarish boshqarmasi bo'yicha akkumulyatorli energiya saqlash tizimlari joriy etilyapti. Bosh pasaytiruvchi 4 ta podstansiyamizda umumiy quvvati 47 megawatt akkumulyatorli energiya saqlash tizimi o'rnatilyapti. Xususan mana Sho'rtan 40 podstansiyasidagi qurilish jarayonlarida turibmiz. Bu qurilmalar umumiy quvvati 47 megawatt, akkumulyatorlarning sig'imi esa 94 megawattni tashkil etadi. Bu degani hozir iste'molchilarimizni to'liq 2 soat davomida elektr energiya bilan ta'minlay oladi. Bundan tashqari tig'iz vaqtlarda elektr energiya berish imkoniyatiga ega. Yuqori tarif bo'lgan vaqtlarda yoki kuchlanish tushgan vaqtlarda elektr energiya olish imkoniyati yaratiladi. Asosiy afzalliklaridan biri, demak, energiya sistemada energiya yetishmovchiligi jarayonida elektr energiya berib turish imkoniyatiga ega. Ya'ni 1 soatda 47 megawattgacha. Bu bizga, demak, ishlab chiqarish jarayonini uzluksizligini ta'minlashda yordam beradi. Loyihaning umumiy quvvati 98 megawatt bo'lib, 2 soat ishlash hisobiga jami 196 megawatt soat elektr energiyasi zaxirasi yaratiladi. Hozirda BES konteynerlarining katta qismi obyektlarga yetkazilgan bo'lib, Muborak va Sho'rtan neft va gaz qazib chiqarish boshqarmalarida montaj ishlari davom ettirilmoqda. Loyiha doirasida zamonaviy energiya saqlash modullari, invertorlar va boshqaruv tizimlari o'rnatilib, yagona monitoring va avtomatlashtirilgan boshqaruv platformasi yaratiladi.